Qorong'i yo'ldagi nur. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadimda bir qishloqda Ahmad ismli kambag'al yigit yashar ekan. Uning otasi erta vafot etgan, onasi esa kasal bo'lib qolgan ekan. Ahmad yosh bo'lishiga qaramay, ertalabdan kechgacha ishlab, onasini boqishga harakat qilar edi. Bir kuni u qishloqdan ancha uzoqda joylashgan o'rmonga yo'l oldi. U yerda daraxt kesib, uni bozorda sotmoqchi edi. Yo'l tor va qorong'i edi. Birdaniga yo'l yoqasida bir chiroq yaltirab turganini ko'rdi. U yaqinroq borib qarasa, bu oddiy chiroq emas, sehrli nur edi. Nur ichidan bir ovoz eshitildi. Ahmad, sen halol mehnat qilganing uchun mukofotga loyiqsan. Bu chiroq seni orzularing sari boshlaydi, faqat yuraging toza bo'lsin. Ahmad hayratda qoldi, ammo chiroqni olib, yo'lini davom ettirdi. Chiroq yo'lni yoritib, uni hech kim bilmagan bir sirli g'orga olib bordi. U yerda ko'plab oltinlar va kitoblar bor edi. Ahmad oltinlarga tegmadi. Avval kitoblarga qaradi. Kitoblar ilm-fan, halollik va mehnatsevarlik haqida edi. Ahmad u yerda haftalab o'qidi, o'rgandi va nihoyat qishlog'iga qaytdi. Yillar o'tib, Ahmad qishloqda eng bilimdon, donishmand va saxovatli inson bo'ldi. Uning halolligi va mehnati tufayli butun qishloq farovon yashay boshladi. Va shunday qilib, qorong'i yo'lda topilgan nur Ahmadning nafaqat yo'lini, balki butun hayotini yoritdi. Ahmad qishlog'iga qaytgach, odamlar uni avvalgidek oddiy yigit deb o'ylashardi. U esa ich-ichidan o'zgargan edi. Endi u faqat ishlovchi emas, balki bilimli, dono inson edi. O'sha sirli g'orda o'qigan kitoblari unga hayotni chuqurroq tushunishga, odamlarga yaxshilik qilishga undadi. Kunlardan bir kun qishloqqa begona bir kishi kirib keldi. Yelkasida yirik xalta, ko'zlarida charchoq, ammo yurishida g'urur bor edi. U o'zini Salim deb tanishtirdi va ish izlayotganini aytdi. Ko'pchilik unga ishonmadi, hatto ayrimlar unga qarshi chiqa boshladi. Ammo Ahmad unga ish berdi, bog'da daraxt parvarish qilish. Salim tinimsiz ishladi, ammo kechalari qayerga yo'qolib qolishi sir bo'lib qoldi. Ahmad buni sezdi, lekin hech narsa demadi. U sabr bilan kuzatdi. Bir kuni Ahmad Salim ortidan yashirincha bordi va uni eski g'orga yaqin joyda ko'rdi. U yerda Salim yer ostiga tushayotgan yo'lni ochishga urinayotgan edi. Ahmad beixtiyor: "Bu g'orni qayerdan bilding?" deb so'radi. Salim hayratda qoldi, so'ng sekin javob berdi: "Men ham bir zamonlar bu yo'ldan o'tganman. Ammo nafsim menga xiyonat qildi. Oltinlarga yopishib ilmni inkor etdim. Va shuning uchun hammasidan ayrildim." Ahmad chuqur o'yga toldi. U Salimning ko'zida pushaymonlikni ko'rdi. Va o'sha zahoti anglab yetdi, bu yana bir sinov edi. O'sha nurli ovoz unga aytgan, "Yuraging toza bo'lsin" degan edi. Ahmad Salimni kechirdi va unga ikkinchi imkoniyat berdi. Birgalikda ular g'orni qayta ochishdi. Ammo bu safar hech qanday oltin yo'q edi, faqat birgina kitob turardi. Kitobning sarlavhasi: Yurak sinovidan o'tganlar uchun. Kitobni ochishlari bilan nurli ovoz yana yangradi. Sizlar to'g'ri yo'lni tanladingiz. Endi bu nur sizning avlodlaringizga xizmat qiladi. O'sha kundan boshlab Ahmad va Salim qishloqda maktab ochishdi, kitoblar tarqatishdi. Qishloq bolalari bilimli, odobli, mehribon bo'lib ulg'aya boshladi. Ahmad esa o'zi ko'rgan nur endi har bir bolaning qalbida yonganini ko'rib, chinakam baxtli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.